Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan cdexam.uz platformasini qanaqa ishlatishni ko'rib chiqamiz. Bu platformani foydalanish uchun kompyuterdan foydalanish tavsiya etiladi. Chunki haqiqiy imtihonda ham siz planshet yoki telefonda emas, haqiqiy kompyuterda o'tirib ishlaysiz va klaviaturada ham tajriba olish uchun kompyuterdan foydalanish tavsiya etiladi. Xo'p, birinchi o'rinda biz platformamizga kirib olamiz. Platformamiz manzili www.cdexam.uz. Xo'sh, bu platformamizda hozircha bizda TSF kanalda writing moduli tayyor, qolganlarini ham keyinchalik qo'shib boramiz, xudo xolasa. Platformaga kirgandan keyin birinchi qilinadigan ish ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Buning uchun login bo'limiga o'tamiz. Login bo'limida ikki xil usul bilan platformaga kirishimiz mumkin. Birinchisi Telegram orqali, ikkinchisi email password orqali. Kimgadir Telegram orqali kirish qulay, kimgadir email pochta orqali kirish qulay. Bu siz tanlov o'zingizda. Ikkala usulda ham ro'yxatdan o'tsangiz platforma bir xil ishlaydi. Xo'sh, birinchi sizlarga Telegram orqali kirishni ko'rsataman. Ko'pchilikda tushunmovchilik bo'lyapti qanaqa ishlashi bo'yicha. Xo'sh, Telegram ustiga bitta bosamiz va bizda mana oyna ochiladi. Bu oyna ochilgan oynada telefon nomer kiritamiz. Telegramga kirish uchun kiritamiz. Telefon nomerimiz, misol uchun o'zim nomerimni kiritaman. 009 30 44 va sendni bosaman. Nextni bosaman. Telegram bizga SMS yuboradi. Telegram rasmiy nimasiga SMS yuboradi. Tasdiqlash uchun SMS yuboradi. Uni ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Mana Telegram o'zining rasmiy kanali bor. Shundan bizga mana sizga request keldi deb ko'rsatyapti. We received a request to login cdexam.uz. cdexam.uz saytiga login qilish uchun request keldi. Bu Telegramingizda olib qo'yish uchun qanaqadir bir o'g'irlik, bir nimadir yomon maqsadlar emas, prosta o'z Telegramni o'zi aytayapti nima uchunligini mana. cdexam.uz platformasiga login qilish uchun sizga request keldi. Boshqa narsa emas deyapti. Bu haqiqatda ham o'sha platformaga login qilmoqchiligingizni tasdiqlash uchun confirmni bosing deyapti. Mana confirm tugmasini bosamiz. Mana bizda tasdiqlandi. Endi bu yoqqa o'tsak, mana avtomatik bizda profil yaratildi. Profilga kiradigan bo'lsak, mana Telegramdan rasmimizni va o'sha ism familiyamizni, ma'lumotlarimizni oladi. Oson bo'ladi. Keyingi safar login qilish juda ham qulay bo'ladi. Bir marta login qilsangiz bo'ldi Telegramda, keyingi safar har doim prosta Telegramni belgisi ustiga bosib login qilib ketaverasizlar. Xo'sh, logout qilamiz. Endi sizlar bilan elektron pochta orqali kirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu yerda sign up degan bo'lim bor bizda. Sign up degan bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda email, password, keyin o'sha ism familiyani kiritsak bo'ldi. Ya'ni bu Telegramdan foydalanishni xohlamaydiganlar uchun elektron pochta orqali kirish. Buning uchun misol uchun anvar@gmail.com degan elektron pochtadan kiramiz. Bu yoqda parol yozamiz. Parol kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Ismni yozamiz. Anvar Aliyev misol uchun. Avatar rasm bu shart emas, majburiy emas, buni qo'ymasak ham bo'ladi. Sign up bosamiz. Qaranglar. Elektron pochta, parol, ism, familiya. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Sign upni bossak, ro'yxatdan o'tadi. Xuddi Telegramda ro'yxatdan o'tganda bu ham ikkalasi ham bir xil ishlaydi. Xo'sh, mana ro'yxatdan o'tdik. Endi profile bo'limiga o'tsak, mana Anvar Aliyev degan akkaunt ochildi bizda. Ko'rishingiz mumkin. Endi yangi ochilgan akkauntda hamma narsa noturibdi, chunki yangidan ochdik. Bu yoqda biz subscription tanlashimiz kerak bo'ladi, agar imtihon natijalarimizni baholatmoqchi bo'lsak. Hozircha subscription bizga shart emas, mayli, imtihon topshirib ko'ramiz. Hozir hech qanaqa nima deydi, qo'shimcha ish qilmaylik. TSF simulyatoriga o'tamiz imtihon topshirish uchun. Bu yoqdan browse exam qilib turib imtihonni tanlaymiz. Bu yoqda fevral oyida oxirgi tushgan imtihon mavzulari hammasi turibdi. Bulardan tanlab topshirish mumkin bo'ladi. View detailda mana shu tanlangan imtihonni haqida to'liq ma'lumot ega bo'lamiz. Start exam bossak, sirasi imtihonni boshlaveramiz. Hozir mana view detailni bosib ko'raylik. Bu yoqda mana task 1, task 2, task 3 da to'liq ma'lumotlar berilgan, nimalar haqida gaplashishimiz to'g'risida. Endi start examni bosamiz.
va bu yerda bizda imtihon boshlanib ketadi. Imtihon interfeysini ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda vaqt turibdi mana. 1 soat vaqt sirasi boshlanib ketadi. Bu yerda task 1, task 2, task 3 ga o'tishimiz mumkin bo'ladi bemalol. Menyu bor. Task 1 da yozamiz, task 2, task 3 ga o'tsak bo'ladi. O'ng tarafda character table bor. Bu yerda o'sha bizning klaviaturamizda yo'q bo'lgan harflar berilgan. Imtihonda ham xuddi shunaqa oknoda imtihon olinadi. Mana shunaqa belgilar turadi bu tarafda. Keyin nimada bu yerda yozishingiz mumkin bo'ladi. Endi agar katta harf kerak bo'lsa nima qilamizlar? Mana bu yerda knopka bor, bitta bossangiz bular katta harfga aylanadi. Bemalol shulardan tanlab foydalanish mumkin mana. Bosgan paytimizda bu yerda avtomatik yozilyapti shu harflar. Klaviaturamizda bu harflar bo'lishi talab etilmaydi. Keyingisi mana pastni ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda so'zlar ro'yxati bor. Ya'ni bu task 1 bo'lgani uchun 60 tadan 120 tagacha required. Hozir biz hech qanaqa so'z yozmadik. Agar bu yerda mana je suis deb yozsam, mana shu ikkita so'z bo'ldi. So'zlarning sonini sanab boradi va 60 ta so'z bo'lgan paytda mana bu yashilga aylanadi. Mana bu yerda ham ko'rsatib turadi. Task 1da word count pending deyapti. Ya'ni so'z soni hali yetmadi deyapti. Agar so'z soni yetarli bo'lgan bo'lsa, bular ham avtomatik yashil bo'lib o'zgaradi. Ko'rsatib turadi bizga holatda. Vaqt bor, so'z sanash bor va holatini ko'rsatib turadi. Keyingi taskda yozamiz, 3-taskda ham yozamiz. Dokumentlarni o'qib ko'rib, bu yoqda bemalol yozishimiz mumkin bo'ladi. Va yozib bo'lganimizdan keyin biz imtihonni finish qilamiz. Bu yoqda so'raydi, haqiqatan ham imtihonni tugatmoqchimiz deb so'raydi. Ha ni bossak, imtihonimiz tugaydi. Mana imtihonimiz tugadi va bizda imtihonimizni bu yerda submissionga qo'shildi. Bu yoqda ham ko'rinadi. Sirasi shu betga shu sahifaga o'tib ketdi. Agar bu yerdan chiqib ketib qolsam, yana qanaqa topaman submissionlarimni desalaringiz, yana profilga o'tsalaringiz, mana bu yerda ham my submissionga turadi. Evaluate degan narsa bor. Bu yerda bu mana shu profildagi qismida oxirgi ikkita muchtasi chiqib turadi. Agar hammasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda view all qilsalaringiz bu yerda o'tadi. Endi biz bu yerda imtihon topshirib bo'ldik. Endi imtihonimizni baholatishimiz kerak. Qaranglar, shu xuddi mana shu joygacha bo'lgan narsa bepul, hech qanaqasidan pul talab qilinmaydi. Xohlagancha mashq qilishingiz mumkin. Xohlagancha imtihon topshirishlaringiz mumkin. Pul ham talab qilinmaydi, hech qanaqasidan moliyaviy nimadir talab qilinmaydi. Faqat endi topshirib bo'lgandan keyin evaluate qilmoqchi bo'lsangiz, topshirgan imtihoningizni baholatmoqchi bo'lsangiz, bahoyingiz qanaqa bo'lishini, bahoyingizni ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki nima deydi, kamchiliklaringizni bilmoqchi bo'lsangiz, uning uchun evaluate qilish kerak bo'ladi. Mana bu knopkani bosamiz, evaluate now'ni bosamiz. Evaluate now'ni bosgan paytda bizda ikki xil option chiqadi. AI orqali evaluate qilish yoki teacher orqali evaluate qilish bor. Endi hozir bizda mana buning uchun bizda subscribe qilishimiz kerak. Bu baholatish uchun. Bu baholash uchun subscribe qilish uchun biz mana pricing bo'limiga o'tib turib, yo AI yoki o'qituvchi orqali baholashni olishimiz mumkin. Hozir pricing bo'limiga o'tamiz buning uchun. Bu yerda mana bizda AI evaluation bor, keyin teacher evaluation bor. AI evaluationda mana start tarifi bepul, 3 kun bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Keyinchalik agar yoqsa, yana sotib olaman desanglar 99 mingga 1 oylik podpiska sotib olishingiz mumkin bo'ladi. O'qituvchi orqali evaluate qilishda ham bu yerda hozir bitta o'qituvchi qo'shib qo'yganmiz, yana boshqa o'qituvchilar ham sekin-sekin qo'shamiz. Unda o'qituvchining ustiga bosib, o'qituvchi kiritgan tarif bo'yicha sotib olish kerak bo'ladi. Sotib olish bo'yicha mana shu pricing bo'yicha nima deydi, qanaqadir qiziq ma'lumot kerak bo'lsa, savol tug'ilsa, boshqa bo'lsa, bemalol kontakt us bo'limiga o'tib, bu meni Telegramdan yozishlaringiz mumkin, pochtadan yoki telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, hozir biz pricingda o'tamiz va imtihonimizni baholatish uchun subscription olamiz. Buning uchun mana start tanlaymiz, start taken, chunki startni bosamiz, mana hech qancha pul to'lamaymiz va confirmni bosamiz. Confirmni bosdik, mana bizda start degan yangi subscription paydo bo'ldi. Biz hech qanaqa pul to'lamadik, karta raqam, boshqa SMS so'ralmadi, shunchaki startni aktivlashtirib oldik, chunki bu taken tarif hozircha. Endi bu yerda biz mana view all qilamizda, bu yerga o'tib yana evaluate now qilsak, bu yerda bizda mana AI correction yondi. Boya birinchi marta kirgan paytimizda ikkalasi ham o'chib turdi, chunki bizda subscription yo'q edi. Endi AI tanlab baholatamiz desak, bu yerda AI baholash 3 ta testdan baholash uchun ma'lum bir vaqt ketadi bizda. O'sha ozgina kutib turishga to'g'ri keladi.
AI baholab bo'lgandan keyin sразу natijamiz chiqadi. Mana AI baholab bo'ldi. Ana submissionda endi mana AI evaluated by AI orqali bo'ldi. Bu yoqda mana imtihon uchun qancha vaqt sarflaganimiz ham ko'rinib turibdi. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi. Imtihonni mana 12-fevral 11-18da topshirganmiz va imtihonda 1 soatlik imtihonga 1 minut 41 sekund vaqt sarflaganmiz. Endi biz sizlarga ko'rsatish uchun yozdim. Aslida 1 soat vaqt sarflanadi. Xo'p, AI baholab bo'ldi va view result qilsak, AI qo'ygan bizga baholarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana bu yerda bizning javobimiz, birinchi taskga bergan javobimiz je suis deb yozgandim, boshqa narsa yozmagandim. Shuning uchun bu yerda to'g'ri variantini ko'rsatyapti mana. O'sha berilgan taskga qanaqa yozsak to'g'riroq bo'lardi deb ko'rsatib beryapti. Keyin bu taskga biz uchun pozitiv taraflari, negativ taraflarini ko'rsatib beryapti. Pozitiv taraflarda subject bilan verb to'g'ri nima qilingan, shu ikkalasini aytyapti. Sentence starts gap to'g'ri boshlangan deyapti, ko'rsangiz bo'ladi va contextga mos deb aytyapti. Endi umuman olganda mana shu ikkita so'zdan xulosa chiqarib beryapti. Endi yomon taraflari, yaxshilash bu taraflari tekst juda kam va minimum word count uchun fail bo'ladi. Bu aslida fail bo'ladi, word countga yetmagan uchun deyapti. Keyin candidate didn't provide any information regarding support in partner search. Ya'ni o'sha topkida berilgan narsa bo'yicha hech qanaqa ma'lumot bermadi deb aniq aytayapti. Shuning uchun buni ko'rib chiqyapti. Ikkinchi tasda ham, bu yoqda ham mana pozitivda umuman yo'q, pozitiv taraf, chunki ikkinchi tasda hech narsa yozmadik-da. Bu yoqda namunaviy AI o'zi yozib ko'rsatib beryapti, qanaqa yozsa bo'lardi deb ko'rsatib beryapti, suggested. Agar mana bu yoqda biz nimadir yozganimizda, misol uchun o'zimizni variantimizni yozganimizda AI bu yoqda to'g'rilab, o'sha variantimizni to'g'rilab ko'rsatib bergan bo'lar edi. Qanaqa yozishimizni. Sizlar yozib ko'ringlar, o'zlaringizni bilimlaringizdan kelib chiqib yozib tekshirib ko'ringlar. Bu bepul bo'lganligi uchun o'shanda ko'rasizlar AI qanchalik bu yoqda to'g'rilab berishini, namunani. Pozitiv taraflar, negativ taraflari bor. Bunda mana hech qanaqa tekst bermagan uchun yo'q, baho ham 0 deyapti. Uchinchisiga ham xuddi shunaqa, hech qanaqa aniqlanmadi. Evaluationdan fail bo'ldi deb aytayapti. Estimated level deyapti, A0, A1 emas, A0, A1 dan ham orqada deb ko'rsatib beryapti bizga AI, mana oxirgi bahoni. Shunga qarab AI sizga baholab beradi. Xo'sh, imtihon orqaga qaytamiz. Bo'ldi. Xuddi shunday davom etib ketaveramiz. Profilga o'tsak ham mana bitta AI evaluated result turibdi. Yana imtihon topshirmoqchi bo'lsak, xuddi shunday bu yoqda simulyatorga o'tib turib davom etsak bo'laveradi. Xuddi shunday bu yoqda profilga o'tsalaringiz, bu yoqda mana start degan tarafda bizda 3 ta edi attempt, 2 ta qoldi mana. Yana 2 ta imtihon topshirishimiz mumkin 2 kun ichida, 3 kun ichida. Bu bepul hisoblanadi. Sizlarda qanaqadir takliflar, yana birorta savollar yoki shikoyatlar bo'lsa, bemalol Contact Us page orqali Telegramga o'tib, mani Telegramga to'g'ridan to'g'ri mesej jo'natishlaringiz mumkin yoki telefon nomeriga telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Bu platformani birgalashib yana ham yaxshilab, hammaga manfaat tegadigan, foydasi tegadigan, TSF Kanada imtihonida muvaffaqiyatga erishish uchun yordam beradigan bir resursga aylantirishga yordam berasizlar degan umiddaman.